Qaranglar, olib kelgan narsalarimizni bir ko'rsataman. Birinchi o'rinda bunaqangi ajoyib pодарочный setka. Xo'p, mana qutida nimalar bor ekan ko'ramiz birga. Xo'sh, bu qutida shuncha xildagi vinitkalar. Har bittasi образецdan xuddi shu vinitkalardan biz xudo xolasa tayyorlab beramiz sinf maktab o'quvchilariga. Mana ajoyiblar, oynali yangi trenddagilar hammasi bu yerga ham xohlagan ismlarni yozib chiqazamiz. Undan tashqari qaranglar, qanaqangi zo'r albomlar bor. Albomlar olib keldik. İçiga o'zingiz xohlagan rasmlar qo'yamiz. Bu bitta to'yga detski bitta. Bunaqangi bularni rasvetkalardan juda ham katta assortment topganmiz. Xo'p, taklifnomalar, keyingi korobkani ko'ramiz. Sizlarga shunaqangi ajoyib zo'r otkritkalar olib keldik. Bular ramkalar. Xo'p, pichog'imiz. Avuç ramkalar. Hoş ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r oynali. Bu ana ko'chada sotib oladigan 20-25 mingdan emas. Bu boshqacha sifatda olib keldik. Hamma narsani o'zlarida chiqadi. Ingichlar bilan. Bunaqa arzon narsa olib kelmadik. Bu narsa vinitkamizni yasashimiz uchun kerak bo'ladi. Buni keyinroq ko'rsataman. Xo'p, albomlar. Endi bu yoqda mana paketda konsertli narsalarimiz. Bolalar uchun zo'r aqliy rivojlantirishga, mayda motorikalarni rivojlantirishga juda ham zo'r o'yin. Bu yerda har xil rangli o'zini mayda detallari bor. Bu detallarni mana ruchkasida ushlab, har bitta raqam qo'yib chiqadi. Mana bu rasm yana ham tiniqlashadi. Juda ham zo'r mentalniy rivojlanishga juda ham zo'r qurol hisoblanadi. Shunaqangi zo'r bloknotlar. 8-marta yaqin qizlarcha alohida raqamli bir pachka bloknotlar olib kelganmiz. Mana bloknot rangini qarang, qanaqangi sochli. Xo'p, ajoyib ruchkalar, bu yerdan topa olmaydigan har xil